aka, uka, aziz, mehribon akalar, ukalar, hoji otalar, hoji bobolar. Mana SSR degan vaqtlarga xizmat qilganlar shuncha nima bo'ldi-yu, mana shu GSVga degan Afg'oniston bilan birgalikda zapas bo'lib Germaniyaga saqlagan. Mana shu Germaniyada saqlaganlarni, soldatlarni hammasini hozir inobatga olib xizmatini medallarni asosda beryapti. Bu yilga biz ham knishkalarni beradi, nafaqaga qo'shadi. Shunga bizni jome masjidimizdan Hoji Bo, Hoji Lutfullaxon Ibodullayev shu Germaniya davlatiga bo'lib xizmat qilgan. Shuning uchun mana siz muddatli harbiy xizmatingizni vatan himoyasida bag'ishlab Germaniya shaharlarida mashaqqatli, faxrli hayot yo'llari bosib o'tdingiz. Germaniyadagi Sovet qo'shinlari guruhi sobiq Sovet qurollar kuchlarining eng kuchli guruhi bo'lib, Yevropada tinchlik va barqarorlik ta'minlash bo'yicha o'zining tarixiy missiyalarini vijdonan bajargan. Harbiy xizmat davringizga yuqori professional mahorat ko'rsatib, vatanimiz himoyasiga salmoqli hissangizni qo'shdingiz. Hurmatli Hoji aka, sizni Germaniyada Sovet qo'shinlari guruhi tashkil topganining 80 yilligi munosabati bilan samimiy muborak e'tibor etamiz. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, saodat va farovonlik tilab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi GSVga degan faxriylar raisi Ernazarov Egamberdi aka. Shuni aziz hoji bobolar, shu medalni, bu kishining medalni topshirishimiz kerak. Kulluk başı. Rahmat. Guruhimiz nomidan, raisimiz nomidan Rahmat. Allah mehribon. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allah razı olsun barchangizdan. Allah razı olsun. Rahmat. Ya'ni hoji bo Hay bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Va ishlaringizda ichiga sizlarning aralaringizga kim Germaniya davlatiga xizmat qilgan bo'lsa, yilini farqi yo'q. Marhamat kelingizlar, menga uchrashingizlar. Men Samarqand viloyati mana shu veteranlar, Germaniyada xizmat qilgan veteran raisiman, a'zolarim bor. Teşekkür rahmat. Medollaringizni, kinishka hammasini olib beramiz. Rahmat. Avvalo yaratgan Parvardigorimizga beadad shukronalarimizni izhor qilamizki, avvalo Xudoy tabarak va taolo shunday bir obod vatanda yashash baxtiga musharraf qilib, bu vatanning tinchligi, osoyishtaligi, bu vatanning sha'ni, shavkatini himoya qilish har birimizga albatta nasib qilgan. Kimdir chet davlatda, kimdir o'zini davlatida, albatta mana bu yerda mutasaddi tashkilotchi xodimlar borlar. Avvalo hoji akamiz boshchiligida mana bu Qirg'iziston O'sh viloyatining shahrida yashovchi mehmonlarimiz tashrif buyurganlar. Alloh taolo bu mehmonlarimizni tashriflariga, har bir qadamlariga hasanotlar yozilsin. Albatta men bitta narsani eslab o'taman azizlarim. Şu maktabni 78-yil tamomlab 79-yil armiya safiga safarbar qilindik. Bu endi o'sha paytdagi chet davlatga, Germaniya
Demokratik Respublikasiga yuborilgan bo'lgan edik. U yerda bir qancha mashaqqatlar, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan edi. Men esimda shu Polsha shahrida qandaydir bir ichki nizolar paydo bo'lib, bizlarni o'sha yerga safarbar qilganlarida o'sha yerdagi xalqning zahmati, mashaqqatini men o'zim ko'rgan edim. Hattoki shunday bir vaqtlar bo'ldiki, bir oylab hammom qila olmaydigan vaqtlarimiz bo'ldi. O'sha paytda balchiq botqoqlikdan iborat ekan Polsha nimalari. O'sha yerda shu soldatlarni bitlab ketadigan nimalarni ham ko'rgan edik. Lekinki Xudoy tabarak va taolo shunchalik mashaqqat bo'lsa hamki, o'sha yerda xizmat burchimizni ado qilib, hattoki o'sha yerdan Afg'onistonga bir qancha nimalar jo'natildi. Biz ham o'shalarning safida Afg'onistonga o'tdik-ku, qaytib kelib yana haligi desant vayska deydi, nima deydi? Desant qo'shinlarida xizmat qilishga majbur nima qilindik. Albatta uning o'ziga yarasha mashaqqati bor edi. Yuqoridan sakrash, avval vertolyotdan sakrash, undan keyin samolyotdan sakrash, hattoki 54 marta samolyotdan sakragan vaqtimiz bo'lgan edi. Hattoki o'sha paytlarda shu ba'zi bir xil askarlarni shu quvuqlari qotib qolar ekanlar. Shu yuqoridan pastga sakraganda qo'rqish holatida shu quvuqlari qotib qolib, o'shani bir massaj qilib, nima qilib yumshatib, nima qilgan vaqtlarimiz bo'lgan edi. Alloh taolo mana shunday bir kamtarona xizmatimiz, vatan himoyasiga bo'lgan xizmatimizni inobatga olib, mana shunday bir faxriy yorliqlar bilan siylaganligi uchun men mutasaddi tashkilot rahbariyatiga chuqur minnatdorchiligimni izhor qilib, Parvardigor har birimizni avvalo odamiylik fazilatimizni, mo'minlik xususiyatimizni, vatanimizga qanchalik faol fuqaro ekanligimizni namoyi amalimizni ifodalab, farzand tarbiyasi borasidamidi yoki boshqa bir sohada o'zimizni qo'limizdan keladigan ilm va hunarlarimiz bilan bu jamiyatimizni farovonligiga hissa qo'shib borsak, inshaalloh jamiyatimiz bundan ham obod, bu bundan ham farovon bo'lib boraveradi inshaalloh. Bu borada Xudoy taolo barchamizga o'zining rahmoniy yo'llarini nasib qilsin, shaytoniy yo'llardan Alloh taoloning o'zi panohi ismatida asrasin. Va oxirud davan va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Mehmon sizga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat.